Assalomu alaykum. Biz mana Londonda oshpaz restoranida ishlaymiz. Londonda hozir 3 ta tochkamiz bor. Bu brend основатели Muzaffar Sadiqov. Mana shu yerda o'zim o'qib, shu ishni ham qilib turaman bo'sh vaqtim. Mani ismim Mahmajonov Faxro. 2000-yilda Toshkent viloyatida tug'ilganman. 2021-yil Londonga kelganman oktyabr oyida o'qish bo'yicha. Hozir shu yoqda xudo xolasa keyingi yil bitiramiz. Inshaalloh 3-kursni. Xudo xolasa vatanga qaytishga. Hozirda mana oshpazda ishlayapmiz, vaqtinchalik. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bu yerda keldik, shu yanvar oyida kelgandik. Sekin ishlab dokumentlarini qilib, mana ochganimizga ham 7-8 oy bo'lib qoldi. Ismim Mansur, Samarqanddanman. Urgutdan, Samarqandni shaharining Urgut tumanidan. Bu yerda ish vizasi bilan kelganmiz. İşlab yuribmiz hozirgacha. Vizani olishga yo'q, unchalik qiyin emas. 2-3 oylar vaqt ketgandi. O'rtacha endi. Ingliz tilini yo'q. Shu yerda o'rgandim. Bilmasdim oldin. Maqsadlar bor, xudo xohlasa kengaytirib bir kattaroq bir oshxonalar ochamiz. Balki bunaqayin do'konlarni yana bir ikkitaga ko'paytiramiz. Ukalar shu yerda, bu yerda ular bir 10-15 yildan bo'lsa shu yerda.